Mana hurmatli o'cha ko'kalar 2026-yil 1-yanvar kungi musobaqamiz o'z nihoyasiga yetdi. Birinchi o'rin Marpa akam olishdi. Mana 2 kilo 220 gram baliq bilan Umra ziyoratiga bir kishilik safar. Birinchi o'rin Marpa akamga nasib qildi mana akamiz. Mana ikkinchi o'rinda akamiz Shokirjon aka. Shokirjon aka hovli qayerdan? Miltiqchidan. Miltiqchidan. Uchko'prik Miltiqchi. Uchko'prik Miltiqchidan. Mana aka bu mashinaning texnik pasporti. Mana ikkinchi o'rin mana akalar qochib turinglar. Mana bittasi qizil, bittasi oq tanlab olaveradi aka. Tanlash imkoniyati ikkinchi o'ringa. Mana qullov bo'lsa aka, yaxshi kunlarga. Xo'p, uchinchi o'rinimiz 2 kishini balig'i bir xil bo'lib qolgan. Mana aka hovli qayerdan? Yangiqo'rg'on Jumhuriyat. Yangiqo'rg'on Jumhuriyatdan. Bizning shaharda o'zida. Va Qo'qon shaharida o'zida. Mana akamlar mana kelishib olasizlar mana. Mana shu qizil tikoslarga nasib qildi mana ikkovlaringga mana. Ey, yaxshi kunlaringga. Xo'p, Ularga ham. qochib turamiz. Akalar qanali Miltiqchiga aytdik. Mana 4-o'rin qaytlisiz? Mana Uchko'prik Sho'xay tepada. Televizordoy. Televizorda bering mana 4-o'rinimiz mana. Oling, baliq tashlaydi televizorda oylar. Xo'p, 5-o'rin akamiz qayerdansiz? Ha? Mana akamiz ham Uchko'prikdan ekanlar. Ismingiz? Mana Zohid aka, Uchko'prik Zohid akada mana 5-o'rin velosipedimiz. Qullov bo'lsin. Mana 6-o'rinimiz Yoyilma. Otingiz? Humoyinjonlar mana o'sha Zontig mana 6-o'rinimizga 7-o'rin akami? Oqtepa. Uchko'prik Oqtepa. Mana 7-o'rinimizga nasib qildi aka. Qullov bo'lsin. Hammalaringga qullov bo'lsin mana akalar. Hammaga nasib. Hammaga nasib. Aka, qani?